Mexanikani oddiy pozitsiyasi avtomatda eng full yuklilardan ham qimmat bo'lardi. 2008-yillar atrofida avtomat endi chiqishni boshlaganda odamlar avtomat korobka mashinani olmasdi, yo'q men mexanika olaman derdi. Sababi avtomat ko'p benzin yeydi, tez buziladi, avtomat korobkani remont qilish qiyin, ustani qayerdan topaman deb mexanika mashina olishni ko'proq xohlashardi. Mashinalar ko'payib, shaharda probka bo'lishni boshlagandan keyin 2018-yildan boshlab holat o'zgardi. Avtomatning narxi mexanikaga nisbatan oshishni boshladi. Sababi odamlar mexanikani emas, endidan avtomatni afzal ko'ra boshlashdi. Bu mijozimiz ham probkada yurmaydi deb avtomat olgan ekanlar. Korobkani moylarini almashtirib berdik. Ko'ryapsizlar, o'zi mana shuna qop-qora holatda bo'ladi. Alishtirgandan keyin mana shuna qip-qizil holatga o'tadi moy. Buning uchun biz oldin korobkani ichidagi moyni yaxshilab to'kib olib, tushirib tashlab, keyin tepadan moy quyamiz, mashinani zavat qilib, gidromuftaning ichidagi moyni chiqarib olamiz. Moyi 1 litr 75 mingdan 8 litr 600 ming so'm bo'ladi. Almashtirish o'zi 150 ming so'm. Hozir aksiyada bepul. Общий 600 ming to'lanadi.